Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, kanalimiz a'zolari. Qo'qondagi saxiy do'konimizda mana 11-ga zatkalarini перевелка qilib Buxoroga chiqarib yuboryapmiz. Universal zatkalar o'rnatildi. Orqadagi emsalari oldinga olib, перевелка qilib uстановка qilindi. Mana ishlatib, tekshirib, chetdan chiqarib yuboryapmiz. Manzilimiz Qo'qonda, saxiy do'koni. Hozir Isuzuga yuklash jarayonlarini ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Bemalol murojaat qilsalaring, optim narxlarda kelishtirib, перевелкalarini qilib beramiz. Перевелка xizmatlari отдельный holatda bo'ladi. Bir sidra mini traktorimizga shu zatka qo'yilgan holatini ko'rsatib o'tib ketamiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Remi orqali harakat qilyapti. Oldiga 1.20 lik universal zatkalar qo'yilgan. Orqasidan bemalol enshosini qaytarib, frezasini, pluglarni ishlatsalang bo'laveradi. Mana shundan ko'tarib, tushirib bemalol ishlatsalang bo'laveradi zatkamizni. Ensilari oldinga olib o'tilgan holatda, akkumulyatorlarga ham boshqa joylariga ham primuslar bemalol ishlatib olsalang bo'laveradi. Zatkalarni ishlatib, o'tirib olgan holatda bemalol o'rsalang bo'laveradi. Bog'larni ichiga bemalol kiraveradi. Bunimiz beda, makkapoya, sholi, bug'doylar bemalol o'radi. Yonida pichog'i bor, universal hisoblanadi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, murojaat qilaverasizlar. Manzilimiz Qo'qonda, Dang'arada joylashgan. Mana ko'rishingiz mumkin. Ko'tarilgan holatda remont yemaganning hisobiga aylanish ishlari to'xtaydi. Bemalol zatka orqali ko'tarib, tushirib, bemalol ishlatsalang bo'laveradi. O'rib bo'lganlarni ko'tarib, bemalol chiqsalang bo'laveradi. Zatkani keyin bemalol olib tashlab, betdan olib tashlanib, enshisini orqaga qaytarib, bemalol yana freza haydovchilarni qilsalang bo'laveradi. Xizmatlar kerak bo'lsa, murojaat qilaverasizlar. Manzilimiz Qo'qonda, Dang'arada joylashgan akalar.